sizning biz tarafga ko'chib berishingizga intizormiz. Lekin bundaq bo'lganda men dasho'lik xizmatimdan istifa bersam bo'ladi. Uning ustiga mening hozir tadqiq qilayotgan ishlarim bor. Men sizning uyingizda sizga tajribaxona tayyorlab beraman. Bolalarni deb bo'lsa-mu, mush ishga kuchingizni taqdim qilishingizni umid qilaman. Biroq o'tinib qolay. Qanday qilay deysiz? Yanıla bağınım tüzük o'xshaydi. Bek yaxshi bo'ldi. Mana bu sizning tajribaxoningiz. Nima lozim bo'lsa totinmay davering. Darhol yetkazib beraman. Yaxshi bo'lg'ini, bir kantasha tajribaxoniga ega bo'ldi. Uning ustiga tadqiqot ishiga yetarli vaqt chiqara oladi. Ishgacha yaxshi ish. Kiring. Efendim, tanıştırıp qo'yay. Bu qiz Habat efendining qizi Megil. Tunji qitim ko'rishimiz. Mening ismim Megil. Efendim, sizga nima bo'ldi? İşlim bo'lmadi. Bu qizma kichigida bo'g'ma kasaliga giribtor bo'lib, gaz bo'lib qolgan. Olidan ko'proq xabar elib qo'yasiz. Kechiring. Gaz bolalar, bir sizgan har xil ovoz to'lqinini bir ko'ribla, ovoz deganning nima ekanligini bilib oldi. Qaranglar, ovoz to'lqini qo'yiq yerda ovoz yuqori bo'ladi. Ovoz to'lqini shalon yerda ovoz to'van bo'ladi. Voy, rost. Ovoz to'lqinining shakliga o'xshash tavritilgan elektr to'lqini asl qilib, ondan uni elektr magnetiga tutashtirsam, tavrinish taxtasida asl bo'lgan tavrinish ovoz chiqarmamdi. Mushundaq bo'lganda tok orqali ovoz taqat qilib bo'ladi. Savoldoshlar, dars tushunlar. Shundan boshlab bir telefon bilan bo'lib ketdi. Ovozni tarqat qilib bo'ladigan bo'ldi. Shu chaqda Rais ismli bir kishimi telefonni tadqiq qilib o'tadi. U yog'och bilan quloqning shaklini yasab, bir teshik ichib, uchaydan yasalgan nefis pardani tavrinish taxtasi qildi. Nefis pardaning keyniga oq oltindan ishlangan simni ulab, bir uchini purjinga tutashtirdi. Eng oxiri batareyaga uladi. Shunday qilib nefis parda ovoz tarqatganda, nefis pardada tavrinish hosil bo'lib, tok turib uzilib, turib tutishib turdi. Mana bu ovoz qabullag'ish edi. Elektr magnetning roli tufaylidan metal simda tavrinish hosil bo'ladi. Lekin chiqqan ovoz odamning ovoziga o'xshamaydi. Rais keyin telefonni qayta o'zgartdi. Lekin chiqqan ovozni yana aniq anglag'ili bo'lmadi. Zandas efendim. Men telefon yasashning chorasini topdim. Men bugundan boshlab telefon yasash qaroriga keldim. Nima bo'ldi? Nimaga shuncha xo'sh bo'lib ketdingiz? Men tok orqali ovoz tarqatishning chorasini topdim. Ovoz to'lqinini tok eqimiga aylantirsaqli bo'ladi. Efendi, bunda qilsangiz bo'lmaydi. Ish qilganda bunda arasaldilik qilmang. Bu qitim men Watson efendini sizga yordamchilik taklif qildim. O sizdan tok aloqasini tanishishni tadqiq qilishingizga yordam qiladi. Watson efendi, bu yoq Pierre efendi bo'ladi. Efendi, sizga omonat emsa, tok aloqasini tanishish tadqiqotini patroq o'rindishingizni umid qilaman. Bo'ladi. Tok aloqasini tanishish orqali birning muzikalik elektro aloqasini paylanish Zandasning tasavvuri edi. Zandas shuni his qildiki, mushundaq narsa kashf qilinsa, nurg'un pul topqili bo'ladi. Shuni u xilicha xarajat ajratdi. Watsonni yordamchilikka qo'ydi. Zandas korxonachi bo'lishga munosib odam. Oy, nima degan issiq. Beri bilan Watson har kuni elektr aloqasi tanishishni tadqiq qilyapti. Tayyorlik bitdi, muallim. Bo'ladi. Bir elektr aloqasi tanishishni sinab qilayotgan chog'dimi, telefonni faqat esdan chiqarmadi. Kun nimanda issiqdi. Watson, so'z qabullig'ini qayta tekshirib boqayli. Hop. Birinchisi bitdi. İkinchisi bitdi.
Yaxshi. Efendi, üçüncüsünde imkas yok. Sim tegishib qolgandimi? Watson, simni ajirtib ber. Hop, to'xtab turing. Qaldiq o. Toza tasib oldiq o. Qanday qilsam bo'la? Ay, bu nima ovozdi? Watson, bay nima qilding, ha? Men faqat Ey Watson, men sendan xafa bo'lib atqinim yo'q. Men iliqi murakkab bir xil ovozni angladim. Endi bildim. Bu degan induksiya. Induksiya deganni tushuntirish tez. Men tushuntirib qo'yay. Ikki parcha magnit sim o'ramiga dam yaqinlashtirilib, dam yiroqlashtirilsa, elektr hosil bo'lib tok eqimini shakllantiradi. Mana bu tok eqimini induksiya deymiz. Berining qurilmasida tavrinish taxtasi bilan prujna birlashtirilgachga simni magnitlashib ketgan. Vostin bu simni ajratganda magnitlik tumi rolini o'tayotgan sim ajrab, shuning bilan induksiya hosil bo'lgan. Watson, sana ko'p rahmat. Buni sen bo'g'ashqa bayqay olding. Bundaq induksiyadan foydalanib, insonlarning murakkab ovozini tarqatqili bo'ladi. Ras, mushu bayqash sababli berining qalasida telefonning sxemasi shakllandi. Raisning telefonning qurilmasi ilgirki telegraf qurilmasiga o'xshash bo'lib, buningda tokni ulash va uzish usuli qo'llanilgan edi. Bundaq usulda ovozning yuqori tuvanligini tarqatqili bo'lgan bilan ovozning kuchlik ojizligini tarqatqili bo'lmaydi. Odamning ovozi murakkabroq, ojizlik kuchliklik o'zgarishi intayin nozik. Bundaq ovozni tarqatishda uzilmaydigan tok eqimidan foydalanishga to'g'ri keladi. Bir mana shu masalani bayqagan edi. Moshindaq bo'lganda telefonni yasab, ovozni tarqatqili bo'ladi. ishlayli efendi. Qandaq, menga hamkorlashamsa? Albatta. Tavrinish taxtasining tavrishidan hosil bo'lgan tok eqimi ovozni ovoz qabullig'iga yetkazib berdi. Mana bu tunji telefon, mana bu yaxshilangandan keyingi telefon. U ilgirki telefonlarga o'xshamaydi. Buningda tavrinish taxtasidagi jingni suyuq jismga sanjib qo'yiladi. Bundaq bo'lganda ovozning kuchlik ojizligi tokning kuchlik ojizligiga aylandi-da, texmi inchga ovozlarni tarqatqili bo'ladi. Bugun oxiri yetib keldi. Tinch, birdan jim tursangchi. Opla, yomon bo'ldi. Watson, tez chiq, chatoq chiqdi. Watson, tez chiq, chatoq chiqdi. Yomon bo'ldi. Ağladım efendim. Muvaffaqiyat qozondik. Watson, sana nima bo'ldi? Chopsan chiqmamsa? Ağladım. Ovozni yedi ağladım. Nimani anglading? Bu gayet zor muvaffaqiyat, Watson. Shunda. Efendim, ben anladım. 5 yildan keyin ber maxsus foydalanish huquqini iltimos qildi. Berga berilgan foydalanish huquqi nihoyat ko'p. Men hozir sizlarga u birinchi qatim erishgan telefondan maxsus foydalanish huquqi to'g'risidagi hikoyani so'zlab bermoqchi. Ber foydalanish huquqiga erishib 2 soatdan keyin yana bir odamga o'xshashla telefondan maxsus foydalanish huquqini iltimos qildi. Emirgeli ismli bu odam 2 soat kechikishga telefonning kashfiyotchisi bo'lamidi. Uning kashf qilgan telefoni berning telefoniga o'xshash bo'lib, uningdan hech qancha farqlanmaydi. Haqiqatan bu kishining hissashligini qo'zg'adak ish bo'lgan edi. Bir oxiri o'zi yaxshi ko'rgan bu qizga uylandi. U Habadining qizi edi. Orqadan yana bir qatim to'y markasi o'tkazildi. Biroq bu to'y telefonning to'yi edi. Bir Edisonning ovoz yetkazgichidan foydalanish huquqini setib olib, uni o'zi kashf qilgan ovoz qabullig'iga birlashtirib, insonlarga qoldirdi. Bir yana nurg'un tadqiqotlarni ilib bordi. Baxtsiz bolalar uchun qilgan sinoqlarimiz shuning ichida. Bu ikkisi Eyrin Kra bilan zandas bo'ladi.
bu şaqıratmanın qanchalik cho'ngligini his qilyapman deydi. Chunki yer yuzining tavrinişi uning badaniga o'tadigan. Ey Rod. Men sizni burunli biyaka ekilib Şaqratni ko'rsatmoqchi edim. Sizning Şaqratning cho'ng kishiligini bilalaydiganligingizni his qilib, bek xursand bo'ldim. Telefonni kashf qilishning o'zi qalti cho'nishdi. Shundaqdimi uning gospollarni deb zerikma tadqiqot ilib berishi haqiqatan kishini ta'sirlantirdi. Men shunday o'ylayman. Gaslarni anglay oladigan telefon kashf qilib bo'ladimi, aka? Yaqinda dadamda anglasam, ovozni odamning ustixoni orqali cho'ng mingiga yetkazib beradigan bir xil telefon bor-ku. Shundaqmi? Ber bilgan bo'lsa, cho'qim xushal bo'ladi. Rost.